Ertayu kech bolam deb, oilam deb yelib yurgurib yurgan okajonlarimiz, tundan tonggacha telefonda gaplashib, yoqtirgan qizini xohlagan joyiga olib borib sayr qildiradigan, har safar yonlariga borganda har xil sovg'a salomlar bilan boradigan ukalarimiz, okalarimiz, ozgina vaqtingizni ajrating. Diqqat qilib turing. Bizlarni har bir ko'rayotgan quvonchli, zavqli, katta yutuqlarga erishayotgan kunimizga sababchi inson kim? Shuni o'ylab ko'rganmizmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ota jannatning o'rta eshigidir. Xohlasang uni ushlab qol, xohlasang qo'ldan chiqar. Onani esa jannat oyog'i ostida bo'ladi. O'sha oyoqlarni yuzingga surtgin deb marhamat qilgan ekanlar. Birodarlar, tunda yarmida uyga kelgan vaqtimizda bizni kim uxlamay kutadi? O'qishda o'qib yurgan ukalarimiz, ishlarda ishlab, uylaridan uzoqroqda yurgan akalarimiz bizlarni har kecha kim birinchi bo'lib eslaydi? Xotiningizga xohlagan ko'ynagini olib berasiz. Bayram, tug'ilgan kunlarda har xil tillalar bilan, sovg'a salomlar bilan borasiz. Lekin bitta gul olib bermagan onangizdek xotiningiz sizni uxlamay kutadimi? Tunni yarmida kelamiz, e'tibor bering, qanday ovoz chiqadi? Dadasi keldingizmi degan ovoz chiqmaydi, chunki tun yarimlarda u inson uxlayotgan bo'ladi. Aksincha, bolam keldingmi? Qorning to'qmi bolam degan ovoz keladi. O'qishlarda o'qib yurgan akalarimiz, ukalarimiz bizlarga tezroq dars tugasada gaplashib yurgan qizlarimiz oldiga yugursak, tezroq kech tushsada kafe, restoranlarga borsak, bizlar shuni xayol qilamiz. Onamizchi? Onamiz esa bolam o'qishdan chiqdimikan, sog'lig'i yaxshimikan deb darsdan chiqishimiz bilan eslaydi. Kech bo'lganda bolam ovqatlandimikan, qiynalmayaptimikan deb telefon qiladi. Endi o'zingizga o'zingiz savol berib ko'ringchi. Ey birodar, onani aybi nima? Bolam deganimi? Rasulullohdan so'rashgan ekan, ey Muhammad, sen qaysi toifali insonlardan qo'rqasan? Sarvari olam sallallohu alayhi va sallam, men dushmandan emas, bee'tibordan qo'rqaman. Dushman ja borsa o'ldiradi, qiyomatda hisob-kitob qilaman. Atrofida nimalar bo'layotganiga qiziqmaydigan, har bir o'tayotgan vaqti o'ziga ertaga armon bo'lishini bilmaydigan insondan qo'rqaman deb javob bergan ekan. Dunyoda eng arzon, eng ko'p narsa bu vaqt ekan. Eng kamyob va eng qimmatbaho narsa ham bu vaqt ekan. Soat millari tinmay urar, lahzalarni soniyaga, soniyani soatlarga, soatlarni kunlarga, kunlarni yillarga aylantirar. Birodarlar, vaqt o'tib ketmoqda. Vaqtimiz o'tib bormoqda, birodarlar, azizlar. Xotiningiz bilan sevgan qizingizga jonim senga jonimni beraman, senga oyni olib beraman degan shirin-shirin so'zlaringizni ko'p aytavermasdan, ona, siz uchun men jonimni beraman. Nimani olib kelib beray, onam, nimani xohlaysiz deb bir so'rab qo'ying, duosini olib qoling. Vaqt g'animat. Yana ota-onamizni duosini olib yashash qancha qoldi, buni bizlar bilmaymiz. 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi, bu yog'ini Alloh biladi. Keyin bizga shu kunlar armon bo'lib qolmasin. Keyin afsuslanib qolmaylik. Bu kunlarni yo'qotganlar biladi. Buni yo'qotganlar tushunadi. Ota-onasini o'tib ketganlar, ota-onasini suratini ko'rib yig'laydiganlar, ota-onasini sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar, agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar zamon sayli ortga qaytganda onamga dunyoni ko'rsatardim. Ota-onasi tiriklar shu pushaymonlikni yemaslik uchun xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. Boshimizdagi qush ular pir etib uchib ketib qolishadi. Ertaga shu kunlar bizga armon bo'lib qoladi, afsuslanib qolamiz. Ota-onasi tiriklar, ularni sog'ligi uchun qadah ko'tarish shart emas. Duoga qo'l ochishlik kerak. Birodarlar, shuni bilaylikki,
do'zax olovi bor ona qahrida. Unutmang, mehrida jannat malhami. Ey birodar, bu dunyoning so'nggi bir savoli bor. Seni qabrga qo'ygandan so'ng kimdir savol beradi. Haloyiq marhum qanday odam edi? Shudam yaxshilikni eslaguvchi zot bo'lsin. Yaxshi odam edi deyishlikni nasib ro'z aylasin. Ota-onamizni unutmaylik, duosini olib qolaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.